12-ci bab. Maqtanışның paydası bolmısımı, maqtanmısan bolmaydı. Əmdi, Rəbbimizdən kəlgən g'oyibona alomatlar və vəhiylər üstüdə toxtalay. İsa Məsihə mənsub olan bir adamni tanıyman. O, 14 yıl ilgiri ərşi alağı kötürüldü. O kötürülgəndə teni kötürüldü mü, yoki ruhi kötürüldü mü bilmeymen. Bunu Xudo özü biladi. İşqilib, bu adamның cennetke kirib chiqqanligini bilaman. Teni kötürüldü mü, yoki ruhi kötürüldü mü bilmeymen. Bunu Xudo özü biladi. O cennette til bilen ifadaligi bo'lmaydigan, insonlarga yetishmani qilingan ajoyib ishlarni angladi. Shundoq bir odam bilan maqtanaman. O'zim haqida bo'lsa, ojizligimni e'tirof qilmoqdan boshqa biror ish bilan maqtana olmayman. Amaliyotda boshqa ishlardan maqtangan bo'lsam-mu, ahmaq hisoblanmaydim. Chunki unda qilganimda haqiqatni so'zlagan bo'latdim. Lekin kishilar meni ko'nglimdan yoki anglag'imdan ustun o'ylab qolmasin deb maqtanishdan o'zimning yeri tutaman. Xudodan menga kelgan vahiylarning ajoyib g'ayoyibligi bilan ko'ranglab ketmasligim uchun tenimga tikan sanjilgandek bir azob yepishib, xuddi shaytonning yaloqchisining qiynashlaridek meni qiynadi. Bu mening ko'ranglab ketmasligim uchun edi. Azobdan qutulish uchun Rabbimizga 3 qatim yelinib duo qildim. Lekin u menga mehr shafqatim sana yetarlik. Mening kuch-qudratim ojiz chog'laringda to'liq ifodalandi dedi. Şuna hayatımda İsa Məsihning qudrati ifodalansin deb ojizliklarimdan xursandlik bilan maqtanaman. İsa Məsih uchun ojizliklarni, haqoratlarni, azob oqibatlarni, ziyonkashliklarni va qiyinchiliklarni xushallik deb bilaman. Chunki qachon ojiz bo'lsam, shu chaqda İsa Məsihning qudratiga to'lib, kuchlik bo'laman. Ahmoqqa o'xshab qoldim. Mening bundaq bo'lishimga sizlar sababchi. Men aslida sizlarning maqtanishinglarga erishishim kerak edi. Chunki har qancha bo'lsam-mu, sizlar darajadan tashqari deb qolgan ashu elchilardan har tarafdan qilishmayman. Men oranglarda bo'lgan chaqda elchiligimni isbotlaydigan ishlarni, ya'ni mo'jiza, karomat va qudratli ishlarni sabrchanlik bilan qildim. Boshqa e'tiqodchilar jamoatchiga orasida qilgan, biroq sizlarning oranglarda qilmagan birdan-bir xatoligim sizlarning iqtisodiy yordaminglarni olmaganligimdir. Bu adolatsizligimni apu qilgaysizlar. Hozir men yeninglarga 3-chi qatim berishga tayyorman. Sizlarga hech qanday ig'rimni sog'im yo'q. Chunki menga keragi sening boylinglar emas, o'zinglardir sizlar. Farzandlar ota-onalar uchun emas, balki ota-onalar farzandlar uchun mol-mulk yig'ish kerak. Sizlar uchun men borlig'imni sarf qilishga, hatto jinimni qurbon qilishga roziman. Acaba men sizlarni qancha ko'p so'ysam, sizlarning muhabbatinglarga shuncha oz erishamdimi? Bo'ldilar. Qisqasi, men sizlarga yuk bo'lgan emasman. Biroq ba'zilar meni hiylagarlik qilib, yolg'on so'zlab, sizlardan nap undirib oldi deyishib yurdi.
Acaba, mən sizlərə əvətkən adamlarının birərsi arqılıq sizlərdə nəb aldınmı? Titusni sizlərinin yanılağı berişqa ündüdüm və yəni bir qeyrindaşını mı onun bilən billə əvətdim. Titus'nun sizlərdən nəb irib baqqan yeri var mı? O, mən bilən bir niyətdə, bir yolda xizmət qılıb atıdıq o. Yoki sizlər bizni aldığımızda əzəldən beri özünü oxlab kelib atıdı dəb oylab atamsızlar. Biz undaq qımıdıq. Biz fəqət İsa Məsihə mənsub olan kişilər sübtüdə Xuda aldıda sözləb atımız. Söyümlü qeyrindaşlar, biz qılıb atqan həmmə iş sizlərinin etiqadda yetişişinlər üçündür. Yeninglağı bağınımda sizlərinin kütkən yerimni çıxmay qinişinladın. Şunun bilən, mening sizlərə bo'lgan muomalamningmi sizlərning kütkən yeringlardan çıxmay qilishidin ansirayman. Sizlərdə jidalxo'rlik, hasadxo'rlik, g'azablanish, shaxsiyatchilik, to'kmatxo'rlik, g'iybatxo'rlik, takabburlik va parokandichiliklarning bo'lishidan ansirayman. Bu qitim sizlarning yeninglağı bağınımda aranglardaki napak, axloqsiz və shahvoniy ishlarni qilgan, toki bugungi qadar tövbe qilmagan nurg'un gunohkorlar sabablik Xudoning meni oldinlarda hijolat qilib qo'yishidan ansirayman. Ularning xato yo'ldan qaytmaganligi uchun motam tutmay turolmayman.